Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz siz azizlar bilan Shayx Abdulqodir Iso rahimahullohning Haqoiqi ani tasavvuf kitoblarini o'rganayotgan edik. Bugungi mavzuyimiz Ahzul ahdi, ahd olmoqlik masalalari bo'ladi. Odatda shu yoshligimizdan ko'rib yurganimiz yo ishda yurganligimiz shayxga bay'at qilinibdi, shayxga qo'l beribdi degan gaplarni ko'p eshitganmiz. Bu holat hozirgi paytda biz diyorlarimizdagi shu sufiylar o'rtalarida ham joriy, chet ellarda o'sha Naqshbandiya tariqati deymizmi, Shoziliya tariqati deymizmi, Qodiriya tariqati deymizmi, hamma tariqatlar tomonidan o'sha shayx va murid o'rtalarida shunaqangi bir ahd berish, ahd olish, bay'at qilish holatlari, ma'nolari mavjud. Ana shu haqida to'xtalib o'tamiz. Endi agar hozir bu holat tasavvufda mavjud ekan, lekin o'zimizga o'zimiz savol berib ko'rsak ham bo'ladi. Alloh taolo Fath surasida va boshqa suralarda mana o'rganamiz xudo xolasa bularni. Ana shunday bay'at qilishlik, ahd olishlik holatlari haqida so'zlaydi. Payg'ambar alayhissalom sahobiylardan ahd olganliklari, bay'at qilganliklari holatlarni inshaalloh ko'rib chiqamiz. Mana shunaqangi dinimizda o'rni bor ekan, tasavvufda shu holat saqlanib qolgan ekan, o'zimizga o'zimiz savol beraylik. Bu sunnat, islomiy bu odat qayerga ketdi? Qayerda uchraydi? Tasavvufdan boshqa demak hech qayerda uchramaydi. Bu ham o'sha tasavvufni, sunnatga rioya qilishligi, sunnatni ihyo qilishligi, sunnatni mahkam ushlashligi, ahli tasavvufni, sufiylarni sunnatga qattiq rioya qilishlariga demak dalil bo'ladi. Endi mavzuga kirishadigan bo'lsak, mimma sabata annahu yanbaghi li muridil kamali ay yaltahiqa bi murshidin yata'ahhaduhu bit tawjihi wa yurshiduhu ila tariqil haqqi ويضيء له ما أظلم من جوانب نفسه حتى يعبد الله تعالى على بصيرة وهدى ويقين. Oldingi o'tgan mavzularimizdan sobit bo'ldiki, kamolotni istagan murid, Alloh taoloni qasd qilgan murid bir murshidga borib qo'shilmoqligi, murshidni etagini tutmoqligi, uning tavjihlari, uning yo'llanmalari, uning ko'rsatmalari, uning ta'limotlariga amal qilaman deb ahd qilmoqligi va murshid unga haq yo'lini ko'rsatib bermoqligi kerakligi haqida oldingi suhbatlarimizda ancha batafsil gapirdik. Shayxning vazifasi dedik, insonning o'sha nafsidagi zulmatlik joylarini topib, qorong'ulik joylarini topib turib, ana shunday demak nurlantirish, ziyolantirish ekanligini ham suhbatlarimizda ta'kidlab o'tdik. Toinki shu murshidning qo'lida banda, murid Alloh taolaga basirat bilan, hidoyat bilan va yaqin, mustahkam iymon bilan ibodatda bo'lsin. Alloh taolaga mana shunday itoatda bo'lsin. Bundan maqsad shu edi. Mana shularni hammasini biz ta'kidlab o'tdik. يبايع المرشد ويعاهده على السير معه في طريق التخلي عن العيوب والتحلي بالصفات الحسنة. Endi yana aytamizki, murid o'zining mana shu Alloh sari yurishida murshidga bay'at qiladi. Unga demak ayblardan xoli bo'lishlik yo'lida, yaxshi go'zal sifatlar bilan zinatlanish yo'lida u bilan birga yurmoqlikka ahd vafo qiladi, ahd qiladi. Va ihson rukni, biz buni 3-dinimizdagi rukn deb aytdik. Ana shu rukn haqiqat topmoqligi, ro'yobga chiqmoqligi, yuzaga chiqmoqligi uchun birgalikda harakat qilishlikka ahd qiladi. Va taraqqi fi maqomatihi, o'zini Alloh sari yurishlikda, Alloh sari ko'tarilishlikdagi maqomotlarida demak murshid bilan birga bo'lishlikka nima qiladi? Bay'at qiladi. Va akhzul ahdi sabitun fil Qur'oni va sunnati va siratus sahaba. Aynan mana shu qo'l berish, hozirgi bizning O'zbekistondagi sufiylarning istilohida qo'l berish yoki umuman aytganda bay'at qilish masalasi Qur'oni Karim bilan sobit bo'lgan, sunnati nabaviyya bilan sobit bo'lgan va sahobalarning siratlari bilan sobit bo'lgan. Balki demak bu nafaqat bir bid'at yoki bir qandaydir o'ylab topilgan marosim, balki bu demak dinimizda sunnat bo'lgan, odat bo'lgan demak amallardan ekan. Familal Qur'on, Qur'oni Karimda bu
ahd olishlik, bay'at qilishlikka dalil shuki, qavluhu ta'ala, Alloh taolo Fath surasining 10-oyatida aytadi, astag'firullah, innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Alloha yadullohi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi Alloh fasayutihi ajran azima. Alloh subhanahu va taolo aytibdiki, albatta shunday kishilarki sizga bay'at qiladilar, ular Alloh bilan bay'at qilyaptilar. Masalan, payg'ambar alayhisalom bilan sahobiylar bay'at qilishgan bo'lsa, o'sha bay'atur rizvon deymiz yoki boshqa bay'atlarni ko'radigan bo'lsak, u joyda payg'ambar alayhisalom bilan bay'at qilishyapti. Lekin ish shu darajada muhimki, shu darajada ulug'ki, bu go'yo payg'ambar alayhisalom bilan qilishgan bo'lsa-da, Alloh bilan bay'at qilishyapti. Yadullohi fawqa aydihim. Alloh taoloning qo'li ularning qo'llarining ustida. Ya'ni payg'ambar alayhisalom ularning qo'llarini ustiga qo'yib, qo'llarini bay'at qilyaptilarmi? Bu joyda Alloh taologa bay'at qilinyapti. Biz Alloh taologa jism isbot qilmaymiz, na'uzubillah. Bu oyatni mufassirlar, demak, Alloh taoloning qo'li ularning qo'llarining ustida deganda payg'ambar alayhisalomning qo'llariga shu mana shu nisbatda aytilyapti. Ya'ni bundan murod Alloh taologa bay'at qilyapmiz. Biz payg'ambar alayhisalomga so'z berib, ertaga ko'rmaydigan insonga so'z berib ketayotganimiz yo'q. Balki doimo ko'rib turuvchi, bandalarning amallaridan doimo xabardor bo'lgan, hatto qalblardagi narsa, o'tayotgan narsalarni ham biluvchi zotga bay'at qilayotganligimizni bilishligimiz uchun Alloh nima dedi? Alloh taoloning qo'li ularning qo'llarining ustidadir. Kimiki endi bu ahdlarni buzadigan bo'lsa, fa innama yankusu ala nafsi. Bu odam o'zini zarariga buzadi. Allohga yoki rasuliga yoki diniga hech qanday zarar bera olmaydi. O'sha qilingan kelishuv, bay'atni, ahdni buzadigan bo'lsa, ahdnomani buzadigan bo'lsa, nima bo'lar ekan? Faqat o'ziga qarshi buzar ekan. Va man afa bima ahada alayhulloh. Endi kim Alloh taologa u to'g'rida ahd qilgan bo'lsa, nimani ahd qilgan bo'lsa, ana shunga vafo qiladigan bo'lsa, fasayutihi ajran azima. Alloh taolo unga buyuk, ulkan ajrlar beradi, ulkan ajrlar ato qiladi. Demak, buzgan odam o'ziga zarar qiladi, o'sha ahdda davom etgan odam juda ham katta, buyuk ajr azimlarga nima bo'ladi? Ega bo'ladi, dedi Alloh taolo Fath surasida. Walamma kanatil bay'atu fil waqi' lillahi ta'ala hazarallohu min naqziha tahziran. Demak, aslida ko'rinishdan payg'ambar alayhisalomga bay'at qilinayotgan bo'lsa yoki shayxga bay'at qilib, unga ahd berilayotgan bo'lsa, voqelikda o'zi aslida Alloh taologa ekanmi u bay'at? Mana shu oyatdan ma'lum bo'lyaptimi? Keyingi oyatda ham Alloh taolo ana shunday, demak, kelishuvlarni, ana shunday ahdnomalarni buzishlikdan qattiq ogohlantiradi, yomonligidan. Faqala ta'ala, Alloh subhanahu va taolo Nahl surasining 91-oyatida marhamat qilyaptiki, astag'firullah, va awfu bi ahdillahi idza ahadtum va la tanqudul aymana ba'da tawkidiha va qad ja'altumulloha alaykum kafila. Xitob qilyaptiki, Allohga qilgan ahdlaringizga vafo qilingiz, agar ahd qiladigan bo'lsangiz. Va qasamlaringizni ta'kidlangandan keyin, mustahkam bo'lgandan keyin buzmangiz, fosid etmangiz. Va sizlar bu bilan Alloh taoloni o'zingizga kafil qilib oldingiz. Ya'ni har bir ishingizda endi Alloh taolo kafil deb bildingiz, mana shu ahdni berishlik bilan siz u tomondan ahdingizda turing, Alloh taolo bu tomondan ishingizga kafil bo'ladir, deydi. Demak, bu joyda nima bo'lyapti? Modomiki ahd Alloh bilan bo'lar ekan, payg'ambar alayhisalom vositalarida Alloh bilan bo'lar ekan, demak bu juda buyuk, juda ulkan ahd bo'ladi, kelishuv bo'ladi. Chunki oddiy insonlar bilan bo'lgan kelishuvda odam qanchalik ahdiga vafo qilishlikka buyuriladi. Bu joyda biz nima qilyapmiz? Alloh subhanahu va taologa ahd qilyapmiz. Namoz vaqtida o'qiyman, ro'zamni mukammal tutaman, ichida turli xil gunohlarni qilmayman degan ma'noda o'sha shayx bilan murid o'rtasida ahdnoma bo'ladi, kelishuv bo'ladi. Demak, bu Allohga berilayotgan va'da bo'ladi. Shuni unutmaslik kerak. Va qawluhu ayzan va awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Yoki Alloh taolo Isro surasining 34-oyatida aytadi, astag'firullah, ahdlarga vafo qiling. Qanday ahd? U dunyoviy ahd bo'ladimi yoki hozirga o'xshash murshidga, murabbiyga beriladigan ahdnoma bo'ladimi? Mana shularning hammasiga vafo qiling, chunki ahd, mana shunday berilgan va'dalar albatta so'ralajakdir. Albatta so'raladi. Bu shu bo'yicha ketavermaydi. Masalan, ahd berdim, hammani oldida men o'zimni bu yo'lga o'tganimni e'lon qildim, zo'r bo'ldi. Hamma mana endi solih inson ekan, yaxshi yo'lda yurar ekan deb o'ylaydi. Bu yo'g'a nima qilsam qilaveraman deb o'ylaydigan bo'lsa, u albatta behuda ketmaydi. Albatta so'raladi. Shunga demak ehtiyot bo'lishlik kerak. Endi sunnatdan dalillarga kelsak, fa inna akhzal ahdi wal bay'ati fi sunnatil mutahhara ma kana
يتخذ سورة واحدة من التلقين أو يختص بجماعة من المسلمين. Endi o'sha sunnati mutahharada beriladigan ahd yoki bay'at to'g'risida gapiriladigan bo'lsa faqatgina bir surat haqida gapirilmaydi. Masalan, talqin qilibsan, falon ishlarni qilmayman, falon ishlarni qilaman deb aytgin. Man bunday va'da beraman degan ko'rinishda bitta suratda emas yoki musulmonlardan bir jamoa bilan bo'lishlik holatida emas. Va innama kana akhzul ahdi fi sunnati jami'an bayna bay'atir rijal va talqinil jamoat val afrad va mubayi'atin nisa bal va hatta man lam yahtalim. Balki bu bir xil surat emas, turli xil suratlarda, turli xil ko'rinishlarda bo'lgan sunnati mutahhara buni bizga bayon qiladi. Ya'ni hammasini o'zida jamlagan. Erkaklarga bay'at bo'lgan, jamoatlarga birgalikda hammalarga talqin qilib turib bay'at qilingan, ya'ni ulardan ahd olingan yoki shaxslarni alohida o'zini chaqirib turib ahdlar olingan, hatto ayollardan demak bay'at olingan, hatto balog'atga yetmagan yosh bolalar ham bay'at qilgan. Demak, bitta surat, bitta ko'rinishga ega emas. Erkaklarni bay'atiga misol keltiradigan bo'lsak, faqat akhrajal Buxoriy fi sahihihi an Ubadat ibn Somit anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: "Bay'uni ala alla tushriku billahi shay'an va la tasriqu va la taznu va la taqtulu awladakum va la ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum va la ta'su fi ma'rufin wa man waffa minkum fa ajruhu ala Allah. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك." Demak, Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis sharifda Ubadat ibn Somit roziyallohu anhu aytadilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga qarata aytdilar, erkaklarga qarata aytdilarki, menga mana ularga bay'at qiling. Mana bu shartlar bilan bay'at qiling. Ya'ni Alloh taologa hech narsani shirk keltirmaslikka, o'g'irlik qilmaslikka, zino qilmaslikka, farzandlaringizni o'ldirmaslikka, o'sha paytda arablarda jahiliyatda qizlarni o'ldirish keng tarqagan edi. Va o'zingizni qo'llaringiz, oyoqlaringiz o'rtasidan, ya'ni o'zingiz tomoningizdan to'qib chiqaradigan bo'xton bilan kelmangiz, ya'ni bo'xton qilmangiz birovga. Va yaxshilikda isyon qilmangiz, ya'ni yaxshi ishlar qilib gunoh ishlar qilmangiz. Mana shunga siz bay'at qiling. Kim sizlardan bunga vafo qiladigan bo'lsa, mana shu hozir sanab o'tilgan ishlarni bajaradigan bo'lsa, uning ajri Allohga bo'ladi. Alloh beradi ajrini. Kim bundan biror narsaga yetsa, ya'ni bu ishlardan birortasini qilmang deganini qilib qo'ysa, qiling deganini qilmay qo'ysa, bu dunyoda jazolanadigan bo'lsa, unga kaforat bo'ladi. O'sha ishi tufayli bir baloga yo'liqadigan bo'lsa, jazolanadigan bo'lsa, bu unga kaforat bo'ladi. Qiyomatda mana shu ahdiga xilof qilganligi uchun javobgar bo'lmaydi. Ammo kimgaki bu ishdan yetgan bo'lsa-yu, Alloh taolo uni satr qilgan bo'lsa, gunohini boshqalar ko'rishdan yashirgan bo'lsa, o'sha qilgan ahdnomasiga teskari ish qildida, lekin hech qayerda ma'lum bo'lmagan bo'lsa, uning ishi Allohga bo'ladi. Xohlasa Alloh taolo kechiradi qiyomatda. G'afurur Rahim zot, xohlasa adolati bilan azoblaydi. U bandalar tomonidan, kishilar tomonidan, sahobalar tomonidan bo'ladigan ishlarni bayon qilgandan keyin Payg'ambar alayhisalom uning muqobiliga ham demak ajrlarni yoki unga bo'ladigan jazolarni nima qildilar? Bayon qildilar. Fa bayyanahu ala zalik. Ubadat ibn Somit roziyallohu anhu aytadilar, biz mana shu aytilgan narsalarga kelishdik, bay'at qildik dedilar. Va amma talqinu jamoatan talqin qilishlikka keladigan bo'lsak, fa'an Ya'la ibn Shaddad qol haddathani Abi Shaddad ibn Aws radhiyallohu anhu va Ubadat ibn Somit hazirun yusaddiquhu qala kunna 'inda Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam faqal hal fiikum gharibun ya'ni min ahli al-kitab faqulna la ya Rasulullah فأمر بغلق الباب فقال ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا وقلنا لا إله إلا الله ثم قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أبشر فإن الله قد غفر لكم. Jamoat bo'lib talqin qilish deganda
Bu joyda oldingi hadis sharifda payg'ambar alayhissalom o'zlari aytdilar va shu bilan aytgan o'sha kelishuvlarga ahdni o'zlari tomonlaridan tuzildi va unga bo'ladigan mukofot va jazoni bayon qildilar. Keyingi hozir o'rganadigan hadis sharifimizda esa payg'ambar alayhissalom aytdilar va sahobalar uni qaytarishdi. Talqin bo'ldi ularga. Jamoat bo'lib, demak shu talqin bo'lganligi uchun alohida hadis o'laroq o'rganyapmiz. Demak bu hadis sharifni Shaddod ibn Avs roziyallohu anhu rivoyat qilgan ekanlar. Ubodat ibn Somit ham hozir edilar, bu gaplarni tasdiqlaydilar deyaptilar. Aytibdilarki, biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida edik. Shunda payg'ambar alayhisalom bizga qarata bu yerda g'arib kishilar bormadilar. Ya'ni ko'pchilik bitta toifa bo'lsa, uni ichida bir qandaydir kamchilik, yakka odamlar bo'ladigan bo'lsa, ularni g'arib deyiladi. Ya'ni bizga o'xshamagan kishi yo'qmi ichimizda dedilar. Bundan murod ahli kitobdan hech kim yo'qmi, hamma musulmonmi bu joyda deb so'radilar. Chunki ko'pchilik o'tirgan joy edi. Shunda biz aytdikki, yo Rasululloh, hech kim yo'q, bizdan boshqa hech kim yo'q dedik, g'ariblar yo'q dedik. Eshikni yopishga buyurdilar. Va aytdilarki, endi qo'llaringizni ko'taring va la ilaha illalloh deng. Qo'lni ko'tarib dedilar. Biz qo'llarimizni ko'tardik va la ilaha illalloh dedik. Shunda payg'ambar alayhisalom aytdilarki, Allohga hamd bo'lsin. Allohim, sen meni mana shu kalima bilan, ya'ni la ilaha illalloh kalimasi bilan yubording va buni aytishlikka, bunga e'tiqod qilishlikka, mana shunga ko'ra yashashlikka buyurding meni va buning uchun, buning evaziga menga jannatni va'da qilding. Albatta sen va'dalarga xilof qilmaysan dedilar. Ya'ni ikkinchi tomondan bo'ladigan va'dani ham qildilar. So'ng aytdilarki, ala abshiru fa innalloha qad ghafara lakum. Ogoh bo'ling, sevining, xursand bo'lingki, agar mana shu bay'at qilib, shunga muvofiq yashaydigan bo'lsangiz, Alloh taolo sizlarning gunohlaringizni kechirdi. Mana shunday bashoratni bilib qo'ying dedilar. Va amma talqinul ifrodi. Demak, yuqorida biz jamoaviy shakldagi bay'atni ko'rdik, undan keyin jamoaviy shakldagi talqinni ko'rdik. Ana endi yakka tartibda, yakka shaxslarga qilingan bay'atga ham bir misol ko'ramiz. Fa inna Aliyan karramallohu wajhahu sa'ala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam biqawlihi ya Rasululloh dallini ala aqrabi turuqi ila Alloh va asaliha ala ibadihi va afzaliha indahu ta'ala. Ali karramallohu wajhahu aytdilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan u kishi shunday so'radilar. Ey Rasululloh, menga Alloh taologa olib boradigan eng yaqin yo'lni ko'rsating deyaptilar. Mana biz suhbatlarimizda shu iborani ko'p ishlatyapmiz, ya'ni Alloh sari yuradi, Alloh sari boradi deb. Bu ham demak biz o'zimizni iboramiz emas, balki payg'ambar alayhisalom davrlarida u kishining qo'llarida shogird bo'lib, qo'llarida tarbiya topgan zotlarning iboralari mana payg'ambar alayhisalom murabbiy, ulug' murabbiyga xitob qilib, Hazrat Ali u kishini eng sodiq sahobalardan, yaqinlaridan, qarindoshlaridan birlari aytibdilarki, "Ya Rasululloh, menga Allohga olib boradigan eng yaqin yo'lni ko'rsating. Va u yo'l shunaqa bo'lsinki, bandalarga eng yengili bo'lsin. Ham o'zi tezroq olib borsin, yaqin yo'lga yo'llasin, ham bandalarga yengil bo'lsin o'sha. Va Alloh taoloning nazdida esa juda ham afzal bo'lsin o'sha amal. Mana ana shu amalga dalolat qiling deganlarda, faqala nabiy sallallohu alayhi vasallam payg'ambar alayhisalom aytdilarki, alayka bi mudawamati zikrillahi sirran va jahran. Qarang, hozirgi paytda o'sha murshidlar, murabbiylar chaqiradigan, dalolat qiladigan so'zni payg'ambar alayhisalom aytdilar. Demak, murabbiylar aynan payg'ambar alayhisalomdan iqtibos qilishgan, u zotdan olishgan. Nima dedilar? Sen o'zingga Alloh taoloning zikrini maxfiy va jahriy ravishda lozim tutgin. Ya'ni odamlarni ichida bo'ladigan bo'lsang, maxfiy ravishda qilgin, o'zing bo'ladigan bo'lsang, jahriy qilgin yoki xohlagan jahriy qil, xohlasang maxfiy qilgin. Nima bo'lgan taqdirda ham Alloh taoloning zikrida davomli bo'lgin. Mana shuni o'zingga lozim qilib olgin, mana shuni o'zingga farz qilib olgin dedilar. Bu nima? O'sha Hazrat Ali so'ragan 3 ta savolga javob. Alloh taologa tez olib boradi. Allohning zikri, Allohga qanday qilib masalan erishamiz, qanday qilib biz o'sha payg'ambar alayhisalom aytganlaridagi ehson maqomiga yetishamiz deyilgan savolga ham shu javobda. Ya'ni Allohga tez yetkazadi va banda uchun nima? Yengil. Toshni sindirish yo'q, osmondan sakrash yo'q, yer tubiga kavlab kirib ketish yo'q. Oddiy til bilan aytiladigan so'zlar. Ana shuni ko'p qilgin deyaptilar. Bu bandalar uchun oson va Alloh taoloning nazdida nima? Eng afzal amal. Masalan, qiynalib oldingi ummatlarda qandaydir ishlar qilingan bo'lishi mumkin, riyozatlar qilingan bo'lishi mumkin. Yoki bizda o'sha islom ummatida ham turli xil riyozatlar bor, lekin eng afzali Robbimiz huzurida qaysi ekan? Alloh taoloning zikri ekan. O'shaning uchun mashoyixlar doim bu yo'lda ekansiz, Alloh taoloni zikr qiling
va Alloh taoloning ne'matlari haqida fikr qiling. Mana shu ikkita narsani doimo tavsiya qilishadi. Bu payg'ambar alayhisalomdan o'rganganliklari tufayli, o'zlarining tajribalari, o'zlarining xulosalari tufayli emas. Faqala Ali kullu nasi zakiruna fahassini bi shay'in. Hazrat Ali juda farosatli, juda ham maligi nozik tabiatli zot bo'lganlar aytiblarki, odamlar hammalari zikr qilib yurishibdi. Ko'rib turibman. Shuning uchun meni o'zimni bir narsa bilan xoslang, meni o'zimga xos bir narsa o'rgating dedilar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Afzalu ma qultuhu ana va nabiyyuna min qabli." Men va mendan oldingi o'tgan payg'ambarlarning eng afzal aytib yuradigan so'zlari la ilaha illalloh dedilar. Mana shu senga o'zingga xosi shu dedilar. Zikr turlari ko'pda. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, astagfirulloh, la ilaha illalloh. Turli xil zikrni nimalari, kalimalari bor, iboralari bor. O'shaning uchun aytiblarki, mayli, hammasi umumiy yaxshi, men ham qilaman, odamlar ham qilib yurishibdi. Men o'shalardan ajrab turay deb so'radilar. Payg'ambar alayhisalom dedilar, men o'zim aytib yurgan va mendan oldingi payg'ambarlar aytib yurgan eng yaxshi zikr demak la ilaha illalloh. Mana shuni aytib yurgin deb o'zlariga xos shuni aytdilar. Haqiqatda bu zikr juda ham ajoyib, tilga juda ham oson. Hatto odamlarning ichida turganingizda labingizni qimirlatmasdan ham aytishingiz mumkin. Lab qimirlamaydi bu zikr aytganda. Boshqa zikrlarda bilinib qoladi. Qandaydir hali siz zikr qilayotganingiz, pichirlayotganingiz bilinib qoladi. Qandaydir ma'noda insonning qalbiga ujub, riyokorlik, shunga o'xshash narsalarni olib kelish xavfi, xatari bor. Ammo la ilaha illallohda bunaqangi xatar ham yo'q. Og'iz ochmasdan ham zikr qilaverasiz. Labni qimirlatmasdan ham zikr qilaverasiz. Bu ham yengilligi, ham nima? Payg'ambarlar, ya'ni xususan payg'ambar alayhisalom aytib yurganliklari bilan ham bu o'ziga yarasha ajoyib, o'ziga yarasha buyuk kalimalar. Walau anna samawati wal ardina fi kaffatin wa la ilaha illalloh fi kaffatin larajahat bihim. Agar osmonlar va yer tarozining bir pallasida bo'ladigan bo'lsa, mezonning bir pallasida bo'ladigan bo'lsa, la ilaha illalloh kalimasi bir kalima bitta tomonda bo'ladigan bo'lsa, boshqa tomonda bo'ladigan bo'lsa, o'sha tomon og'ir kelar edi. Shu darajada buyuk so'zlar, buyuk kalimalar. ولا تقوم القيامة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. Qiyomat ham yer yuzida la ilaha illalloh kalimasini aytadigan odam bor ekan, qoyim bo'lmaydi. Qiyomat bo'lmaydi. Demak, qiyomat mu'minlarning ustida qoyim bo'lmaydi. Hamma mu'minlar o'tib bo'lgandan keyin, yer yuzida iymonli kishi qolmagandan keyin, la ilaha illalloh kalimasini aytadigan kishi qolmagandan keyin nima bo'lar ekan? Qoyim bo'lar ekan, qo'par ekan. Summa qala Ali fa kayfa azkuru Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Endi aytdim, Hazrat Ali juda farosatli shogird bo'lganlar. Murabbiyni haqiqiy hamma tomonlama ilmini olishlikka harakat qilgan shogird bo'lganlar. Aytiblarki, qanday zikr qilaman deyaptilar. Shu la ilaha illalloh. Masalan, biz bo'lsak xursand bo'lganimizdan ketaverardik, la ilaha illalloh aytsam bo'ldi ekan deb. Uni qanday aytaman dedilar. Shunda payg'ambar alayhisalom alayhi vasallam o'rgatdilar. Bu mashoyixlar muridlariga o'zlarining qo'llarida tarbiya topayotgan kishilarga turli xil uslublarni o'rgatishadi. Ular ham demak tajriba boshqadan emas, balki payg'ambar alayhisalom o'zlarining o'gitlari, ta'limotlari asosida bo'lganligi mana shu hadisda namoyon bo'lyapti. G'ammiz aynayka, ikki ko'zingni yum dedilar. Wasma' minni la ilaha illalloh salasa marrat. Mendan la ilaha illalloh eshitgin. Ko'z yumdirdilar, 3 marta la ilaha illalloh dedilar. Summa qulha salasan va ana asma. Sen menga keyin 3 marta aytgin, men eshitaman dedilar. Summa fa'ala zalika bi raf'i as-sawti. Mana shuni biz keyin ovozni chiqarib la ilaha illalloh deb aytdik, birimiz eshitdik, birimiz quloq tutdik, ko'zni yumib turib, birimiz aytdik. Mana shu shaklda demak zikr qilishni o'rgatdilar. Ya'ni agar ikki kishi bo'ladigan bo'lsa, mana shu shaklda bo'ladi. O'zi bo'ladigan bo'lsa, yuqorida aytganlardek yo maxfiy ravishda bo'lsin, xoh jahriy ravishda bo'lsin, aytsa bo'laveradi. Va min at-talqin al-ifradi. Endi bu ham keyingi hadis sharifimiz ham yakka shaxslarga talqin qilishga misol bo'ladi, o'rgatadigan demak hadis sharif. Oldingi hadis sharif ham xuddi shu ma'noda edi. Ma akhrajat Tabarani fil Awsat va Abu Nu'aym wal Hakim wal Bayhaqi va Ibn Asakir an Bashir ibn al-Khasasiyya radhiyallohu anhu قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه فقلت علما تبايعني يا رسول الله فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وتصلي الصلوات الخمس لوقتها وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وتحج البيت وتجاهد في سبيل الله قلت يا رسول الله
كلا نطيق إلا اثنتين فلا أطيقهما الزكاة والله ما لي إلا 10 زود هن رسل أهلي وحمولتهن وأما الجهاد فإني رجل جبان ويزعمون أن من ولى فقد باء بغضب من الله وأخاف إن حذر القتال أن أخشع بنفسي فأفر فأبوء بغضب من الله فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها ثم قال يا بشير لا صدقة ولا جهاد فبما إذا تدخل الجنة قلت يا رسول الله أبسط يدك أبايعك فبسط يده فبايعته عليهن. Keyingi hadis demak Imom Tabaroniy o'zlarining afsatlarida Abu Nuaym Hokim Bayhaqiylar ham rivoyat qilishgan, Ibn Asokir ham Bashir ibn al-Xasosiyadan rivoyat qilishgan ekan. U kishi Payg'ambar alayhisalom oldilariga keldim deyaptilar. U kishiga bay'at qilish uchun. Payg'ambar alayhisalomga bay'atni sahobalar qilishayotgan ekan. Men ham shu qilishlik uchun keldim. Aytdimki, "Ya Rasululloh, nimalarga bay'at qilasiz men bilan? Ya'ni nimalarni menga buyurasiz qilishlikka?" Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga qo'llarini cho'zdilar, qo'lga qo'yildi. Aytdilarki, Alloh taolodan boshqa iloh yo'qligi va uning sherigi yo'qligiga guvohlik berasan va Muhammad uning bandasi va elchisi ekanligiga guvohlik berasan. 5 mahal namozni o'z vaqtida o'qishlikka va'da qilasan, bay'at qilasan. Zakotni, farz bo'lgan zakotni berishlikka bay'at qilasan. Ramazonning ro'zasini tutishlikka, Baytullohni haj qilmoqlikka, Alloh taoloning yo'lida jihad qilmoqlikka bay'at qilasan dedilar. Shunda sahobiylar rost so'zlashgan, ichlaridagi borini aytaverishgan. Aytdilarki, "Ya Rasululloh, biz hammamiz ham bu narsalarga toqatimiz yetadi-ku, lekin ikkitasiga men toqat qila olmayman bu aytgan narsangiz. Ikkitasiga mening kuchim yetmaydi qilishlikka. Birinchisi zakot. Allohga qasamki, menda ikkitadan 9 tagacha menda tuya bor. Buni endi soni arablar odatda zav deganda ikkitadan 9 tani tushunadi. 3 tadir, 4 tadir, 5 tadir tuyam bor. Ular meni ahlimni sut bilan ta'minlaydi, go'sht bilan ta'minlaydi va ularni yuklarini u yoq bu yoqqa tashlaydi. Ya'ni qisqasi menga o'zimga juda ham kerak. Men uni zakot o'laroq berib yubora olmayman" dedi. Ya'ni ozgina baxilligini ochiq aytdi lekin. Shunaqa men o'zimga kerak bo'lgan hayvonlarim bor. Jihodga kelsak, men o'zi qo'rqoq odamman dedi. Men qo'rqoq odamman. Aytishlaricha, o'ylashlaricha, o'sha sahobiylardan eshitgan gaplarni aytiblar-da. Kim o'sha jihod kuni qochadigan bo'lsa, dushmandan qo'rqib qochadigan bo'lsa, Alloh taoloning g'azabi unga keladi. Alloh taoloning g'azabi bo'ladi deb eshitganman. Men o'zi qo'rqoq odamman. Endi shunga qo'rqamanki, bir jang boshlanib ketadigan bo'lsa, men o'zi qo'rqqanligimdan jang maydonidan qochsam, Alloh taoloning g'azabi yetadi menga. Shuning uchun menga mana shu ikkita ish juda ham qiyin deb ochiqni aytib qo'ya qoldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni qo'ldan ushladilar-da, qimirlatib qo'ydilar, bundoq qilib qimirlatib qo'ydilar. Bu Payg'ambar alayhisalom tomonidan bir karomatda, mo'jiza. Ya'ni o'sha qimirlatish bilan undagi ba'zi bir fikrlarning o'zgarishiga, boshqaga sabab bo'ladi. Aytdilar, "Ey Bashir" dedilar, "sadaqa bo'lmasa, sen aytgandekka endi sadaqa bermasang, jihod bo'lmasa, nima bilan endi jannatga kirasan" dedilar. Eng muhim narsalar bo'lmaydigan bo'lsa, qanday jannatga kirasan dedilar. Shunda, "Ya Rasululloh, qo'lingizni bering. Men bay'at qilaman. Hamma aytgan narsangizga roziman. Ahd qilaman" dedi. Payg'ambar alayhisalom qo'llarini cho'zdilar va men unga bay'at qildim deb o'z so'zlarini tugatdilar. Yuqorida aytdik, shu ayollarga ham bay'at qilganlar, yosh bolalarga ham bay'at qilganlar deb aytdik. Bunga ham 3 ta 4 ta hadis sharifni muallif zikr qiladilar. Biz endi suhbatimiz cho'zilib ketmasligi uchun ularga to'xtalmaymiz. Faqat mana ihtilom bo'lmagan, balog'atga yetmagan bolalarga bay'at qilishlari keladigan bo'lsak, faqat akhrajat Tabaroniy an Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn radhiyallohu anhum anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam baya al-Hasan va al-Husayna va Abdullah ibn Abbas va Abdullah ibn Ja'far radhiyallohu anhum وهم صغار ولم يبقلوا ولم يبلغوا ولم يبايع صغيرا إلا منا. Imom Tabaroniy rivoyat qilgan hadis sharifda aytilibdi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Hasan, Husayn roziyallohu anhumaga, Abdullah ibn Abbas, bu kishi ham yosh bo'lganlar, Abdullah ibn Ja'far roziyallohu anhumlarga bay'at qildilar. Ular hali kichik edilar.
kichik yoshda bo'lganlari holda bayat qildilar. Hali mo'ylovlari chiqmagan, balog'atga yetishmagan edi. Payg'ambar alayhisalom dedilar, bizdan boshqa hech kimga bayat qilganlari yo'q. Ya'ni yoshlardan, ya'ni balog'atga yetmaganlardan mana shu 4 ular bilan Payg'ambar alayhisalom bayat qilganliklari rivoyat etilyapti. Xulosa shuki, inna sahabatal kiram rizvanullohi alayhim kanu yubayyi'una Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ala halatin mukhtalifatin. Xulosa shuki, sahobalar roziyallohu anhum Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan turli xil holatlarda bay'at qilishgan. Minha bay'atuhum alal islam. Ba'zi bay'atlarda o'sha islom uchun bay'at qilishdi, islomning amallarni bajarishlik uchun bay'at qilishdi. Va bay'atuhum ala a'malil islam yoki islomni batafsil amallari, haj, roza, zakot, shunga o'xshash amallarni qilishlikka bay'at qilishdi. Va bay'atuhum alal hijrati va alal nusrati val jihadi. Hijrat qilmoqlikka bayat qilishdi. Payg'ambar alayhisalomga nusrat bermoqlik, yordam bermoqlikka, jihad qilmoqlikka u kishi bilan birgalikda ana shunga bayat qilishdi. Va bayatuhum alal maut. Payg'ambar alayhisalom bilan hatto u kishining himoyalarida o'limga ham tayyor ekanliklariga bayat qilishdi. Va bayatuhum alas sam'i va ta'a. U kishiga quloq qoqmasdan toat etmoqlikka bayat qilishdi. Mana shunaqangi turli xil holatlar uchun Payg'ambar alayhisalomga ahd berishdi. وأما بيعة الصحابة رضي الله عنهم لخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج ابن شاهين في الصحابة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه عن جده قال كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله التي بايع الناس عليها البيعة لله والطاعة للحق وكانت بيعة أبي بكر رضي الله عنه تبايعوني ما أطعت الله وكانت بيعة عمر رضي الله عنه ومن بعده ومن بعده كبيعة النبي صلى الله عليه وسلم. Demak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyin sahobalarni xulafoi roshidinlarga qilgan bay'atlarni ham o'ziga yarasha ko'rinishlar bo'lgan. Ibn Shohin sahobalar to'g'risida Ibrohim Muntashir va u kishi esa o'zini buvasidan qilgan rivoyatda shunday deyilyaptiki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bay'atlari ana bu oyat karima nozil bo'lganda, ya'ni shunday zotlariki Alloh taologa bay'at qildilar oyat karimasi nozil bo'lgandagi bay'atlarida Payg'ambar alayhisalom odamlarga Alloh uchun bay'at qilmoqlik, haqqa itoat qilishlik uchun bay'at qilmoqlikka demak kelishilgan. O'shanga ahdlashilgan. Ya'ni Allohga bay'at, Allohga itoat qilmoqlikka bay'at deb. Abu Bakr roziyallohu anhu ning bay'atlari esa shunday bo'lganki, u kishi aytiblarki, tubayyuni ma ata'atulloha. Men Allohga itoat qilar ekanman, menga bay'at bering. Ya'ni Allohga itoat qilgan paytlarda o'sha kelishuvlar nima? Allohga itoat qilmagan paytlarda endi o'zlaridan mana shunday holat sodir bo'ladigan bo'lsa, menga itoat yo'q degan ma'noni aytibdilar. Umar roziyallohu anhu va u kishidan keyingi kishilarning ham bay'atlari esa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bay'atlaridagi, ya'ni Alloh uchun haqiqatga itoat qilishlik, haqiqatga bo'ysunishlik ma'nosidagi bay'at bo'lgan. وعن أنس رضي الله عنه قال قدمت المدينة وقد مات أبو بكر رضي الله عنه واستخلف عمر رضي الله عنه فقلت لعمر ارفع يدك أبايعك على ما بايعت عليه صاحبك قبلك على السمع والطاعة فيما استطعت. Anas roziyallohu anhu aytadilar, men Madinaga keldim. Abu Bakr roziyallohu anhu vafot qilgan edilar. Hazrat Umar xalifa bo'lgan edilar. Xalifalar ham bay'at asosida, demak xalifalikka saylanishgan, musulmonlarga amir hisoblanishgan. Ana shu holat tugab bo'lgan, ya'ni musulmonlar tomonidan Hazrat Umarga bay'at qilinib, u kishini xalifa saylangan. Ana shu paytda demak Anas ibn Malikdek sahobiy bo'lmagan ekanlar. Shuning uchun endi kelib aytiblarki, Umarga aytdim, qo'lingni ko'tar, qo'lingni ber. Men senga bay'at qilaman, sendan oldingi sohibingga bay'at qilgan narsamga ko'ra bay'at qilaman. Ya'ni Abu Bakr roziyallohu anhu ga bay'at qilganlar, ana shu ko'rinishda bay'at qilaman. Ya'ni qo'limdan kelgancha sam va toatga, ya'ni senga eshitib, sendan eshitgan narsalarimga itoat qilmoqlikka bay'at qilaman dedilar. Demak, mana shu hadis sharifdan Abu Bakr roziyallohu anhu ga qanday bay'at qilinganligi kelib chiqadi. An Salim Abi Amir roziyallohu anhu anna wafd al-Hamra ataw Usman roziyallohu anhu fabay'uhu ala an la yushriku billahi shay'an wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa yasumu ramazana wa yada'u عن المجوس عيد المجوس فلما قالوا نعم بايعهم.
Salim abi Omir roziyallohu anhu aytadilarki, Hamro qabilasidan bir delegatsiya keldi. Usmon roziyallohu anhuning oldilariga keldi. U kishi xalifalikka saylangan paytlarda va quyidagi narsalarga Usmon roziyallohu anhuga bay'at berishdi. Birinchisi, demak, Alloh subhanahu va taologa shirk qilmaslikka, keyin namozni qoyim qilmoqlikka, zakotni ado qilmoqlikka, Ramazon ro'zasini tutmoqlikka va majusiylarning idini tashlamoqlikka, majusiylar qiladigan bayramlarni hammasini tark etmoqlikka bay'at qilishdi. Mana shu hadis sharifdan demak musulmonlarning o'zini bayramidan boshqa bayramlarni qilmaslikka targ'ib, uni muhim ekanligi ham ko'rinadi. Ular mana shunga rozi bo'lib na'am deyishgan paytda, ha bo'pti deyishgan paytda Hazrat Usmon bay'ahum, ular bilan bay'atlashdilar. Mana shunga demak ahdnoma qilishdi. ثم نهج الوراث من مرشد الصوفية منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في أخذ البيعة في كل عصر. So'ng payg'ambar alayhissalomning merosxo'rlari, biz oldingi suhbatlarimizda aytgan o'sha murshidi komillar, boshqa ibora bilan aytganda payg'ambar alayhissalomning merosxo'rlari, sufiylarning murshidlari payg'ambar alayhissalom ayni yo'llarini tutdilar bay'at olishlikda. Hamma zamonda mana shu narsa davom etib keldi. Oldingi suhbatimizda aytganimizdek, hozirgi kunimizda ham sufiylarning o'rtasida bunaqangi ahdnomalar olish joriy. Vaholanki sunnat deb yurgan ko'pchilik kishilar ichida aynan payg'ambar alayhisalom mana shu kishilarni ibodat qilishlikka undashlik ma'nosidagi mana shu ko'rinishlari, mana shu sunnatlari, mana shu odatlari yo'q bo'lib ketgan. Faqat zakara al-ustaz an-Nadavi fi kitabihi Rijal al-Fikr va ad-Da'wati fil Islam. Muallif aytadilarki, ustoz Nadaviy o'zlarining fikr va da'vat kishilari, islomdagi fikr va da'vat kishilari kitoblarida aytadilarki, Imom Nadaviyning so'zlarini keltiryaptilar. Anna Shayx Abdul Qodir al-Jilani fataha bab al-bay'ati va at-tawbati ala masari'ihi. Shayx Abdul Qodir al-Jilani bay'at va tavba eshigini to'laligicha ochib qo'ydilar. Muridlarga nisbatan mana shu eshikni katta quloch bilan ochib qo'ydilar. Yadkhulu fihi al-muslimuna min kulli nahiyatin min nawahi al-alam al-islomiy. U kishining huzurlariga islom olamining hamma tomonidan demak musulmonlar oqib kela boshladi. Yujaddiduna al-ahda wal-misaqa ma'alloh. Alloh bilan bo'lgan ahdlari va misoqlarni yangilab olishdi. O'zi hammamizda shunga qasd bor. Bilganimizda, o'rganganimizda qilamiz deb olamiz, lekin aynan mana shu narsani murshidi komilni oldida, murshidni oldida nima qilishdi? Yangilab olishdi. Va yuahiduna ala alla yushriku ولا يكفروا ولا يفسقوا ولا يبتدعوا ولا يظلموا ولا يستحلوا ما حرم الله ولا يتركوا ما فرض الله ولا يتفانوا في الدنيا ولا يتناسوا الآخرة. وقد دخل في هذا الباب وقد فتحه الله على يد الشيخ عبد القادر الجيلاني خلق لا يحصيهم إلا الله. Ular kirib Alloh taologa shirk keltirmaslikka, Alloh taologa kofir bo'lmaslikka, fosiq bo'lmaslikka, bid'atchi bo'lmaslikka, zolim bo'lmaslikka, zulm qilmaslikka, Alloh taolo harom qilgan narsalarni halol qilib olmaslikka, Alloh taolo farz qilgan narsalarni tark etmaslikka, dunyoga foniy bo'lib ketmaslikka, ya'ni dunyoga butunlay sho'ng'ib ketmaslikka, oxiratni unutmaslikka bay'at qilishdi. Qarang, bay'atning hammasi shu islomning asl asoslari, o'zgarmas asoslari. Ana shularga bay'at qilishdi Abdul Qodir Jiloniy rahimahullohga borib. Bu naqlni bizga Imom Abul Hasan Nadaviy aytibdilar. Bu zot sunnatni shu darajada mahkam ushlaganlarki, yaqinda o'tganlar. Islom toifalarini, islomdagi turli xil oqim, firqalarni birortasida u kishiga nisbatan e'tiroz bo'lmagan. Ya'ni shu darajada islomni asl asosini mahkam ushlagan zotni, demak, kitoblarda Abdul Qodir Jiloniy rahimahulloh haqlarida so'zlagan qismida mana shu nimani, hikoyani, rivoyatni keltiryaptilar. Aytiblar, mana shu bobdan, ya'ni mana shu eshikdan, Abdul Qodir Jiloniy rahimahullohning eshiklaridan qanchadan qancha demak mu'minlarga, musulmonlarga Alloh taoloning fathi keldi. Shunchalik ko'p odam manfaat topdi, buni faqat Alloh taolo uning hisobini biladi, qancha ko'p xalq manfaat topganini. Va saluhat ahvaluhum va hasuna islamuhum. Ularning holatlari isloh bo'ldi, islomlari go'zal bo'ldi ana shu bay'atdan keyin. Va zalla shayx yurabbihim va yuhasibuhum. Shayx ana shundan keyin ularga tarbiya berdilar, ularni muhosaba qildilar, nima qilyapsan, nima bo'lyapti, ahvoling qanday, kechagi bergan verdimdan keyin nima bo'ldi? Mana shu ko'rinishda demak ularni muhosaba qildilar.
Va yashrufu alayhim, ularni ishlariga bosh bo'lib turdilar. Va ala taqaddumihim, oldinga qarab yurishlariga bosh bo'lib turdilar, qo'llaridan yetaklab oldin yuksakliklarga ko'tardilar, Alloh sari yurg'azdilar. Fa asbaha haula talamizur ruhiyyun yush'iruna bil mas'uliyya ba'da al bay'ati va tawbati va tajdid al iman. Mana mavzuyimizning eng muhim joyi, xulosasi, ya'ni bu bay'atdan maqsad nima? Ahdnoma olishdan maqsad nima? Muallif naql qilgan o'sha Abul Hasan Nadaviydan naql qilgan jumlalarda aytilyaptiki, mana shu Abdul Qodir Jiloniyning shunaqa tarbiyalari va bay'atlari tufayli shogirdlari, ruhiy shogirdlari hammalari o'zlarida ana shu bay'atdan keyin mas'uliyatni his qildilar. Tavba qilishlik kerakligini his qildilar. Iymonni yangiladilar ana shu bay'atdan keyin. Demak, bay'at muridni, solikni Alloh sari yuraman degan insonning hayotida juda katta o'zgarishga sabab bo'ladi. Birinchisi, mas'uliyat yuklaydi unga. Men shayximni oldilarida, murshidimni oldilarida, ustozimni oldilarida mana shularni qilaman deb va'da berdim. U zot jismoniy tomondan, ya'ni bizga islomni ahkomlarini o'rgatishlik bilan ruhimizni tarbiyalayaptilar. Bunaqangi zotlarning oldida tilimni, dilimni tiyishim kerak degan ma'noda o'zlarida qandaydir o'sha shayxlarga nisbatan hurmat borligi uchun uni so'zini mahkam ushlab mas'uliyat his qildilar. Agar inson o'zidan katta odamga, o'zidan hurmatliroq odamga, o'zidan ko'ra obro'liroq odamga yoki o'zidan ko'ra ilmliroq odamga bir narsani aytadigan bo'lsa, albatta ustidan chiqishga harakat qiladi. Bu hammamizda bor. Ya men ustozimga va'da qilganman yoki falon olim odamga men falon narsani falon joyda ko'rishib berib qo'yaman deb va'da qilganman degan nimada odamni boshqacharoq va'da qilganligi uchun nima bo'ladi? Mas'uliyat kuchliroq bo'ladi. Shunchaki ko'rishib, men sizga olib borib berarman deb ketgan bo'lsa bir narsani, u unchalik odamda mas'uliyatni nima qilmaydi, yuklamaydi. Chunki qachondir olib boraman-da, shunaqa ohangda gapirdim-da deydi. Ammo haligi yuqorida aytganimizdek, oldingi suhbatlarda aytganimizdek, bay'at ko'rinishda qo'lni qo'lga berib turib, va'da o'laroq Allohning nomini o'sha joyda zikr qilib, ana u oyatlarni o'qib turib bay'at olishadi. Biz yuqorida zikr qilgan oyatlarni o'qib turib, o'sha payg'ambar alayhisalom bay'at qilganliklari haqidagi Alloh taoloning ta'limotlarini o'rtaga qo'yib turib, demak bay'at qilinadi. Bu nimada solikni nimani paydo qilar ekan? Qalbida mas'uliyat paydo qiladi. Bu juda katta manfaat. Chunki inson o'zi doim bir ish qilaman deydi, o'ziga o'zi va'da berganligi uchun qilmay ketaveradi. Dangasalik qiladi, nafs tortib ketadi, shayton vasvasa qiladi. Mana shunaqangi yoki ish ko'payib ketadi, nima qilmaydi? E'tibor qilmaydi. Ammo katta bir insonning oldida, obro'li odam oldida va'dani beradigan bo'lsa, albatta bu unga oshiqcha mas'uliyat yuklaydi. Va tavbaga sababchi bo'ladi. Chunki inson bay'at qilib, va'da bergandan keyin, ahd qilgandan keyin ishni nimadan boshlaydi? Ish tavbadan boshlaydi. Tavbasiz bu ishlarni, bergan va'dalarni birortasini amalga oshira olmaydi. Chunki men bu yoqda qancha ish qilib qo'yganman, nima qilaman men buni deydi. Qachonki ularni hammasini yopadi, yopib, yo Alloh, men unutdim, sen unutmaydigan zotsan, sen kechirgin. Men tavba qildim, qaytib bu ishlarni qilmayman deyishlikka aynan mana shuni nima qiladi? Bay'at undaydi. Keyingisi esa iymonni yangilashlik. Iymonimizni doimo yangilab turadigan bo'lsak, hech qanday zarar yo'q, balki foyda. La ilaha illalloh kalimasi bilan doimo iymonni yangilab turishlikka tavsiya qilishadi. Bu joyda yana ham keng ma'noda aytilyapti. Nafaqat la ilaha illalloh deb iymonni yangilash, balki o'sha iymonning taqozosiga ko'ra yangi hayotni boshlashlik. Tajdidul iymon, ya'ni iymoniy hayotni boshlashlik nazarda tutilyapti. Ana shunday holatni ham yuzaga chiqishligiga sababchi bo'ladi. فكان لهذه المعاهدات والبيعات من الأثر في التزكية والإصلاح الفردي والجماعي أقوى شأن وأوفر نصيب. Mana shu ahdnomalar, mana shunday bay'atlarni tazkiyada, qalbi, nafsini poklashlikda, islohda, shaxsning islohida yoki jamoatning islohida juda ham katta o'rni bor, juda ham katta nasibasi bor. Buni tajribamizda ko'rgandan tashqari mana shu suhbatimiz asnosida o'rgandik. Payg'ambar alayhissalom bekoriga bunaqangi bay'atlar olmaganlar-da. Masalan, da'vatlarni eshitdi sahobiylar, shu bo'yicha amal qilib ketishdi. Hech qanday muammo bo'lgani yo'q. Ammo endi vaziyat juda ham taranglashganda, mushriklarni zulmi juda ham kuchaygan paytda mana shu bay'atlar sodir bo'ldi. O'shanga yarasha, ya'ni to'g'risidagi zulmga nisbatan, qiyin vaziyatga nisbatan musulmonlarning iymonini yanada kuchaytirish, ulardagi mas'uliyatni yanada oshirishlik, tavba bilan iymoniy hayotga to'liq kirishliklari uchun payg'ambar alayhisalom nima qildilar?
ular bilan bay'at qildilar. Biz bay'atni turlarini, o'sha payg'ambar alayhisalom qilgan bay'atning turlarini ko'rdik. Xuddi shunga o'xshash hozirgacha shu ahli tasavvuf tomonidan, murshidlar tomonidan, murabbiylar tomonidan mana shu sunnat, payg'ambar alayhisalomning mana shu doimiy qilib turgan odatlari davom etib kelyapti. Buni samaralari aynan hozirgi aytgan ishlarimizdan iborat. Alloh taolo ana shunday komil murshidlarni, murabbiylarni bizga yo'liqtirib, ularning qo'llarida mana shunday bay'atlar bilan Alloh sari yurmoqlikka, ana shu bay'atlarga amal qilib, Allohni tanib, Allohga yaqin bo'lib, qurbat hosil qilib, Alloh taoloni ko'rib turgandek maqomlarga erishmoqlikka Alloh taolo hammamizni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.